Shu nima ehtiyoj kelib chiqdi shu loyihani yaratishga? Geodezistni yaxshi geodezist, yomon geodezistni faqatgina geodezist baholay oladi. Bugun yangi loyiha ustida fikr almashamiz. Muhimi sohaga qiziqadigan inson oxirigacha ko'radi. Bu sertifikat kimga o'tadi o'zi bu? degan savol tug'ilishi mumkin. Sohani mohiyatini tushunmasdan ish olib boradigan demoqchiman. Demak, hozir siz yuqorida aytdingiz, bu GTS platforma bo'ladi deb aytdingiz. Bizning tizimimizni sertifikatsiz ishga qabul qilmaslik tizimini joriy qilmoqchimiz. Amaliyotda, ya'ni o'sha foydalanuvchi test topshirishga kelgan balki geodezist amaliyotda qanaqa vazifalarni bajaradi? Bizning programmamiz bor edi testlash bo'yicha. O'sha nivellar o'rgatish, o'zi ruchni hisob-kitob qilish, serdalikni xud qilish, bitirib chiqayotgan talabalar amaliy bilimi juda ham yetarli holatda emas. Hozir mana endi shu muammolar yechilyapti. Barcha mana shu geodeziya sohasini O'zbekistonda rivojlanishiga o'zini hissasini qo'sha olaman degan o'sha soha fidoyilarini biz hamkorlikka chaqiramiz. Assalomu alaykum hurmatli Geodezist.uz loyihasi kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Bugungi suhbatimiz Sardorbek Ravshanov bilan bo'lib o'tadi. Demak, biz bugun yangi loyiha ustida fikr almashamiz. Yangi loyiha ustida ish olib borayotgan jamoaning yangiliklari bilan sizlarni xabardor etamiz. Sardorbek, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Demak, biz o'sha sizni yangi loyihangiz ustida yangi xabarlarni eshitdik. Bu GTS loyihasi hozirgi kundagi ushbu loyihaning maqsadi, faoliyati, umuman ushbu loyiha haqida ushbu ko'rsatuvimizni bir tashkil qilsak degan maqsadda boshladik. Demak, agar tayyor bo'lsak, savollaringizga anchadan beri o'zi nima deydi, efir qilmayotgandik. Ko'pchilik yozishni ham boshladi, nimaga yo'qolib qoldinglar, video qilmayapsizlar. Endi mana shu GTS loyihamiz bo'yicha ozgina ishlar borilyotdi, shunga ancha payt qila olmadik. Endi bu suhbat uyushtirishimizdan ham maqsad o'sha loyihamizni ochib berish, tushuntirib berish, xudo xolasa qo'ldan kelgancha. Demak, GTS loyihasi haqida mana shu qisqacha bir ma'lumot bersangiz, hozir birinchi savol o'rnida. Avvalambor aytmoqchi bo'lgan narsam GTS расшифровкасini aytadigan bo'lsak, bu Geodesic Testing Systems degani, ya'ni geodezistlar uchun test tizimi desa ham bo'ladi o'zbekchasiga. Bu o'z ichiga nimani oladi? Bu loyihani yaratishdan maqsad nima edi degan narsa haqida gaplashamiz. Loyiha qisqacha ta'rif beradigan bo'lsam, geodezistlar xuddi mana IELTS bo'ladi-ku. Mana hozir ingliz tilini o'rganish uchun IELTS tizimi bor. Ingliz tilini speaking, keyin o'sha testini o'tib turib baho beradi. Xuddi shunga o'xshagan biz ham test tizimi qilgan edik. Bu loyihani boshlaganimizga taxminan bir 8 oy, 1 yilga yaqin bo'lib qoldi. Ancha payt bo'ldi. Buni aynan platforma ko'rinishida qilganmiz, testoviy tizim ko'rinishida. Bu oddiy veb-saytga o'xshamaydi. Yoki bu prilojenniya emas, aynan platforma, xuddi o'sha IELTSga o'xshab ketadi. Ya'ni bu yerda kirishda nima deydi, ro'yxatdan o'tish tizimi bormi? Sertifikatlar ham xuddi o'sha IELTSga o'xshab ketadi. Shunaqa tizim qilganmiz. Ya'ni geodezistlar o'z real bahosini bilish uchun qilingan. Nima uchun bu narsani qildik desak, asl maqsad bu nima deydi? Geodezistlar o'zini ustida ishlashi uchun va o'zlari baholab turishlari uchun qilingan. Asosiy maqsad shu. Tushunarli. Endi mana shu loyiha hozir o'zi bu loyihani qanday ehtiyojdan kelib chiqqan holda o'sha yaratishi, ishlatishni nazarda tutib boshladinglar? Nima ehtiyoj kelib chiqdi shu loyihani yaratishga? Ehtiyoj ko'p, bitta emas, bir necha ehtiyojlar bor. Endi aytaymanku, auditoriyamizni biz yaxshi bilamiz. Bizani ham yaxshi tanishadi. Ko'pchilik bilan tanishmiz geodezistlar bilan. Xuddi oilaga o'xshaydi geodezistlar, chunki kamda geodezistlar o'zi kam. Ya'ni
bu loyiha nima uchun qilindi? O'zbekistonda geodeziya sohasi qisqa qilib aytadigan bo'lsak, cho'kayotgan sohalardan bittasi. Aynan mutaxassislik jihatdan. Qaysi tomonlama cho'kayapti desa, birinchidan mutaxassislar kamayib ketyapti. Ikkinchidan bu ishga bo'lgan talab ortib boryapti. Lekin ishga bo'lgan to'lov bor-ku, mana qiymati kamayib boryapti, pasayib ketyapti. Nimani hisobidan desa, albatta raqobat deyman. Ya'ni bu yerda kimnidir aybdor qilish va boshqa qilish emas. Misol keltiraman. Oldin 2010-yillarni oladigan bo'lsak, o'zimiz o'zbek so'mida aytaman. O'zimiz o'zbek so'mida aytaman. Endi hammaga tushunarli bo'lishi uchun 1 gektar yer topografik tasvirga olish 2-2,5 million so'm bo'lsa, hozir shuni 500 ming so'mga, ya'ni 200 ming so'mga qilib beradiganlar ham bor. Endi 200 ming so'mga qiladiganni hali uchratmadimmi? Lekin ob'yomga bog'liq u. Qancha ob'yom katta bo'lsa, shuncha arzon bo'lib boradi. Hozirgi kunda shunaqa tushib ketib qoldi qiymati. Bu albatta raqobat va hokazo va hokazo. Endi bu narsani narxi tushib boravergan sari sifati ham tushib ketyapti. Tushunarli. Misol uchun siz oldin 200 dollarga qilgan ishingizni hozir 30 dollarga qilganingizdan keyin avtomatik tarzda sifatiga ta'sir qiladimi? Ta'sir qiladi. Shunaqa bo'lyapti. Va umumiy olganda geodeziya sohasi o'lib boryapti. Ya'ni mutaxassislar kamayib ketyapti borgan sari. Mani gapimga kimdir tanqidiy fikr bildirishi mumkin, kim biladir. Endi tanqidiy fikr hamma joyda bo'ladi. Bu narsadan qo'rqmaymiz. Lekin aynan faqatgina o'sha knopka bosishni o'rganib olgan nima deydi, mutaxassislar ko'p. Ya'ni sohani mohiyatini tushunmasdan ish olib boradigan demoqchiman. Bu yerda tanqidiy, ya'ni ularni kamsitish yo bir yomonlash maqsadida emas, bu real holatda aytish uchun, tushuntirish uchun. Ya'ni misol uchun deylik, hozir o'sha GPS da syomka qilib topografik karta tasvirga olish ishlarini qiladiganlar bo'lsa, knopkani bosib syomka qilish o'rganib olgan bo'lsa, qayerdan pikit berish kerak, qayerdan nimani olish kerak. Hozir o'sha insonlarning qo'liga elektron takiometr yoki bir nivellir berib qo'yib, "Men syomka qilgan" desangiz, qila olmaydi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni shu jihatdan soha o'zi umumiy jihatdan o'lib borayotgani uchun bu loyihani yaratdi. Endi nima aloqasi bor buni deyishingiz mumkin. To'g'ridan-to'g'ri aloqasi bor. Misol uchun biz shu darajaga olib chiqmoqchimizki, loyihani, ya'ni xudo xolasa deb gapiramiz. Tashkilotlar bilan hozir muzokara olib boramiz va universitetlar bilan, ular bilan memorandum tuzib, ya'ni shu bizani tizimimizni sertifikatsiz ishga qabul qilmaslik tizimini joriy qilmoqchimiz. Bu yerda monopoliya qilish yoki bir qo'shtirnoq ichida aytganda ko'pchilik hamma har xil fikr bildirishi mumkin. U maqsadda emas. Aynan geodeziya o'zini o'zi ustida ishlashi uchungina qilingan. Misol keltiraman. Sizning bir tashkilotingiz bor. Meni bir tashkilotim bor. Va yoki men geodezistman, siz tashkilotda egasisiz. Geodezistda yaxshi geodezist, yomon geodezistni faqatgina geodezist baholay oladi. Eng qizig'i, kuchliroq geodezist, kuchsizroq geodezist test qila oladi. Kuchsiz geodezist kuchli geodezist test qila olmaydi. Tushuntira oldimmi? Unaqa bo'lgandan keyin tasavvur qiling, o'zi geodezist o'zi yo'q siz tashkilotingizda. Siz geodezist ishga olishingiz kerak, ha? Siz qanaqa qilib test qilasiz uni? Siz o'z geodeziyani tushunmasangiz. Tushuntira oldimmi? Ya'ni bu tashkilotlarga ham yordam beradi. Asosan tashkilotlarga yordam beradi. Ya'ni qiymat beradigan qiymati ular o'sha test varaqasi bilan keladi. Va shu bilan ishga kiradi. Shu loyihani joriy qilmoqchimiz. Maqsadimiz shu. Va geodezist misol uchun bo'lishi mumkin, bahosi kam chiqib qolishi mumkin. Va bu narsa o'zini ustida ishlash uchun. Mayli, agar uni o'zini ustida ishlolmasa, tushunmasa, qayerda o'rgatadi deydigan savol bo'ladigan bo'lsa, biz o'zimiz o'rgatamiz. Maqsad shu inson o'rgansin, o'zini ustida ishlasin, mutaxassis bo'lsin degan
maqsadda qilingan. Tushunarli. Demak, hozir siz yuqorida aytdingiz, bu GTS platforma bo'ladi deb aytdingiz. Mana shu platformani asosiy maqsadi, asosiy vazifalari nimadan iborat bo'ladi? Vazifasi aytib o'tganimdek, testlash, gadjetlarni baholash. Baholash ikki xil turda bo'ladi. O'ta bitta baho bo'lmaydi. Ham nazariy, ham amaliy baholash tizimi bo'ladi. Xo'p. Nazariy onlayn tarzda o'tkaziladi, ya'ni platformaga kirib to'g'ridan-to'g'ri ro'yxatdan o'tib, vaqt belgilangan, vaqt berilgan bo'ladi. Shu vaqt oralig'ida 30 ta savolga javob beradi. 10 ta umumiy savol va spesifik savollardan 20 ta bo'ladi. Shu 30 ta umumiy savol beriladi. Shu 30 ta savolni javobini yechgandan keyin nazariy bahosini ko'ra oladi. Lekin sertifikat berilmaydi. To amaliy testdan o'tmaguncha. Amaliy test offline tarzda bo'ladi. Bu manzilimiz texnika universitetida bo'ladi. Ya'ni Islom Karimov nomidagi texnika universitet bor. Ya'ni politexnika qisqa qilib aytadigan bo'lsak, shuni poligoni bor, ya'ni orqa tomonida shu joyda bir joy qilganmiz, amaliy test o'tkazadigan. Amaliy test mutaxassisimiz test o'tkazib bo'lgandan keyin baholab chiqadi. Baholangandan keyin tizimga biz kirgizamiz amaliy bahoni. Ana undan keyin ikkita baho bo'ladi. Insonda ham nazariy, ham amaliy va umumiy baho ham bo'ladi. Shu tarzda baholab ko'rsatamiz. Endi u test natijalari qanaqa hisoblanadi, masalan? Birinchidan test qilish, test tuzish o'zi, nazariy test tuzish o'zi oson bo'lmadi. Nimaga buni bir test qilib ko'rgan odam biladi-da, endi hamma har xil fikr bildirishi mumkin hozir. Endi biza feedback deydi, har xil fikrlarni olib ko'rdik, yechtirib ko'rdik mutaxassislarga testni. Umumiy olganda yaxshi deb aytishdi, lekin ba'zi bir izohlar berishdi. Shularni to'g'irlayapmiz hozir. Lekin test qilish oson emas o'zi. Endi biza universitetlarda berilayotgan testlarni shundoq copy paste qilib turib qo'yib nima qilsak bo'lardi, qaysidir ma'noda. Lekin biza bir sal boshqacharoq yo'ldan ketdik. Ya'ni bir xillik yoki faqatgina formulalar, bir faqatgina ishda ishlatilmaydigan narsalar emas, maksimal darajada ishda qo'llaniladigan nazariyalar haqida savol berishga harakat qildik. Hozirda test tizimimizda nechta? 700 ta savol mavjud. Shu 700 ta savol random ko'rinishida, ya'ni tushadi. Ya'ni hammaga har xil savol tushadi, ya'ni bitta savolga tushmaydi. Har xil savollar tushadi. Undan keyin amaliy test yechiladi, testdan o'tiladi. Unga ham deyarli bir yarim kun vaqtimiz ketadi. Ya'ni bizning maqsad buni test qilib turib insonga sertifikat berishda emas maqsad. Maqsad sifatga urg'u berish. Endi bu yerda asosiy qismi o'zi nazariyadan ko'ra amaliy qismi muhimroq. Chunki geodeziya bu amaliyot, ya'ni bir nima deydi, ofisda o'tirib o'ylab qiladigan ish emas. Geodeziya bu nima deydi, polya bilan bog'liq ish, ko'chada yuriladi, dalada yuriladi, boshqa qilinadi, amaliy ish. Ya'ni qurilishda ham xuddi shu, ya'ni ofisda o'tirib turib bir narsa ish bajarib bo'lmaydi. Endi mana hozir test haqida ozgina fikr bildirdingiz. Amaliyotda, ya'ni o'sha foydalanuvchi test topshirishga kelgan oliki geodezist amaliyotda qanaqa vazifalarni bajaradi? Yaxshi savol bo'ldi. O'zi test tizimimiz nechta yo'nalishda qilingan deyilsa, ikkita yo'nalishda qilingan. Bu birinchisi topografiya. Aynan topografiya, nimaga topografiya qilindi? Ya'ni geodeziya o'zining ichiga ko'p fanlarni, tarmoqli fanlarni o'z ichiga qamrab olgan. Ko'p sohalarni demoqchiman. Topografiya bu bilamizki tasvirga olish, karta, ya'ni hammani ko'z oldiga plan, xarita keladi. Ya'ni ko'p ishlarni zamirida ham, ya'ni o'zi umuman qurilishdan ham oldin loyiha qilinadi, to'g'rimi? Loyihadan ham oldin birinchi topografiya qilinadi. Ya'ni baribir birinchi qadam qo'yadigan inson bu geodezist hisoblanadi. Birinchi qilgan ishimiz topografiyada qildik.
nazariy savollar va amaliy savollar. Ikkiga bo'lingan bular. Va qurilish geodeziyasi alohida. Bizning maqsadimiz bor hozir yana mark shaderlikni qo'shish, bu yerda yana boshqa aerogeodeziya sohalarini qo'shish va hokazo, kadastr sohasini ham qo'shish. Hozircha ikkita soha bo'yicha aktiv ishlab turibdi. Ya'ni birinchisi o'sha topografiya, ikkinchisi qurilish sohasida. Endi qanaqa savollar bor deydigan bo'lsangiz, amaliyda. Bu tabiiyki geodeziya bo'lgandan keyin bu qurilmalar bilan ishlanadi. Ya'ni bu niveler, teodolit, elektron taxiometr, o'sha raqamli taxiometrlar va GPS, GNSS uskunalar. Ya'ni xuddi shu instrumentlar orqali amaliy ish qilib berish kerak bo'ladi. Misol keltiraman. Misol uchun deylik 500 metr poligon bo'ladi, deylik bir liniyada ikkita nuqta bor, A va B nuqta. A va B nuqtani nisbiy balandligini chiqarib berish kerak nivellerda. Misol uchun u 500 metr bo'lmasligi mumkin, 300 metr bo'lishi mumkin, muhim emas necha metrligi. Muhimi shu instrumentni o'zi poverka qiladi birinchi. Nivellerni ishlashdan oldin birinchi tekshiriladi, bilsangiz. Ya'ni sos holatdami yo'qmi? Uni tekshirish usullari bor. Shu usullar orqali tekshiradi birinchi, o'zi qo'li bilan. Tekshirib bo'lgandan keyin u baholanadi. U baholangandan keyin o'sha niveller bilan A va B nuqtalarining o'rtasidagi nisbiy balandlikni o'zi hisob-kitob qilib aytish kerak bo'ladi. Hamma narsa bo'ladi instrument. O'zi bilan hech qanday instrument olib kelmaydi. Niveller, GPS, taxiometr, teodolit hammasi bo'ladi o'zimizda. U keladi faqat testdan o'tadi. Bo'lishi mumkin taxiometrda nuqtaga o'rnatish. Ya'ni urovingga qo'yib, sos holatga olib kelish taxiometr. Bo'lishi mumkin. Bu yerda savollar ko'p, bitta emas, ikkita emas, juda ham ko'p savollar. Misol uchun deylik, ikkita A va koordinatalar aniq A va B nuqtalarini bir-biriga bog'lab sos holatga keltirish taxiometrda. Bo'lishi mumkin uslovniy zapuskat qilish va shimolni topish. Hech qanaqa instrumentsiz shimolni taxminan bo'lsa ham topib, shu severga qarab turib zapuskat qilish. Razbivka qilish bor u yerda, ya'ni nuqtalarni joyiga chiqarish bor. Ya'ni A va B aniq nuqtadan nima deydi, C va D nuqtalarini razbivka qilib berish kerak. Teodolitda. Burchaklar orqali, misol uchun, va masofa orqali. Savollar ko'p, plan beriladi, loyiha beriladi. Loyihadan o'zi koordinatalar tortib oladi va o'zi razbivka qilib berish kerak bo'ladi. Zasechka qilib ko'radi, ya'ni ikkita koordinatasi aniq A va B nuqtadan C nuqtada turib, ikkalasiga bog'lanib turib, zasechka qilib turib, zapuskat qilish kerak. U yerda ham biz aytmaymiz qatga qo'yishni. Misol uchun deylik, zasechkani o'zini qonun qoidalari bor. O'tkir burchak bo'lmasligi, o'tmas burchak bo'lish kerakligi va hokazolar bor. Biz nuqtalarni ko'rsatamiz, o'zi zasechka qiladi, o'zi joy topadi, o'zi joy tanlaydi. Biz prosta ko'nikmasini o'sha narsalarni inobatga oladimi qilayotgan payt yo'qmi, hammasini baholab ketaveramiz. Topografik tasvirga olib ko'radi o'zi. Chizib beradi bizga. Ma'lum bir hudud bor. Bizda bor uni topografiyasi. O'sha ma'lum bir hududni topografiyasini chizib kompyuterga tushirib beradi. Yana savollardan bo'lishi mumkin u yerda bor. Teodolikni xod qilish. Misol uchun deylik, taxminan bir 700 metrmi perimetr bo'yicha nuqtalar qoqib chiqilgan, 7 ta nuqta. O'sha 7 ta nuqtani A nuqtadan chiqadida deylik, zamknuti deydi. Teodolikni xodni ikki xili bor. Misol uchun открытый способ bor, ya'ni bitta liniyalik va zamknuti bor. Zamknuti holatda nima deydi? Teodolikni xod qilib, hisob-kitob qilib, o'zi koordinatalarni chiqarib beradi nuqtalarni. Va aniqligini ham tekshirib ko'ramiz. Qanchalik aniqlikda kelib o'sha nuqtaga o'tirdi qaytib kelib. Shunga o'xshash savollar. Tushunarli. Men o'zi savol bermoqchi edim. Aynan o'sha amaliy qismida qanaqa asboblardan foydalaniladi degan savolni sizga bermoqchi edim. O'zi javob berib bo'ldingiz. Niveller, teodolit, elektronniy taxiometr yoki GPS uskunalari bilan. Endi qarang, mana o'sha test jarayoni o'tdi, amaliy jarayon o'tdi. Endi foydalanuvchiga sertifikat berish kerak bo'ladi. Endi sertifikat qanday shakllanadi? Unda masalan nimalar aks ettiriladi?
o'sha sertifikatni haqida bir ma'lumot bersangiz. Sertifikatni shu mana hozir podkast jarayonida ko'rsatib ketamiz ekranda. Xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. U yerda biz tomonidan tasdiqlanganlik haqida muhr, bizning mutaxassisning qo'li, qachon testdan o'tganligi, qachon ro'yxatdan o'tganligi, ism sharifi, nechinchi yil tug'ilgan, jinsi, rasmi bo'ladi va nazariy testdan necha baho olgani, amaliy testdan necha baho olgani va umumiy bahosi ham bo'ladi. Misol uchun deylik, bu 10 ballik shkalada baholanadi. Deylik, nazariy 3.4 ball chiqdi. Deylik, misol uchun. Misol uchun men ham o'zim nazariya bo'yicha juda anaqa kuchli emasman, shuning uchun ayta olmayman. Balki meniki 3 chiqishi mumkin. Balki. Kimdir nazariyasi 8.5 chiqishi mumkin. Tushundingiz-a? Ikkalasi qo'shilganda necha baho chiqsa, o'sha baho qo'yiladi sertifikatda. Lekin sertifikatda 3 ta baho ko'rsatiladi. Yozilgan bo'ladi u yerda. Nazariy bahosi, amaliy bahosi va umumiy ball. Tushundingiz-a? Endi hamma har xil narsaga ahamiyat beradi-da. Kimdir nazariyaga ahamiyat beradi, kimdir amaliyotni biladimi yo'qmi, shunga ahamiyat beradi. Misol uchun deylik. Lekin geodeziyada ko'proq muhim, ikkalasi ham muhim aslida. Lekin ish jarayoni bu praktikadan tashkil topganligi uchun amaliyoti kuchli geodezistlar ham bor. Misol uchun nazariy esdan chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Tasavvur qiling, universitetda o'qigan, ishlatmagan formulalar esdan chiqadimi? Esdan chiqadi. Ya'ni to'qnash kelmagan formulalar. Shu bilan shu baho yetarli bo'lishi mumkin. Kimgadir qaysidir tashkilotga amaliy baho qiziq bo'lishi mumkin. O'sha amaliysini ko'radi, amaliysi to'g'ri kelsa ishga qabul qiladi. Bo'lmasa, yo'q, uzr, bizga to'g'ri kelmas ekansiz deydi. Agar o'rganmoqchi bo'lsa, shu geodezist o'zini ustida ishlamoqchi bo'lsa, endi biz ko'proq hozir bu narsani yo'naltirgan narsamiz xususan talabalarga yo'naltirganmiz. Talabalar bilan ishlaganimiz uchun bilamiz. Talabalar ichida ham qiziqadiganlar kam. Geodeziya yo'nalishida o'qib turib, geodeziya yo'nalishiga o'qish uchun, faqatgina diplom olish uchun kirib o'qiyotganlar ko'p. Endi bu bitta geodeziyada emas, hamma sohada bor. Shunaqa. Shuning uchun o'sha qiziquvchanlarini o'zini ustiga ishlashga targ'ibot qilish maqsad. Va o'zimiz o'rgatamiz ham. Kerak bo'lsa. Albatta pulli bo'ladi bu. Aytib ketay. Yana endi hamma aytolmayman, hamma har xil fikr bildiradi loyiha haqida. Kimdir pulli ko'radi loyihada, kimning fokusi pulda bo'lsa, kimning fokusi bir boshqa narsada bo'lsa, haqiqatan jon kuydiradigan geodeziyaga bo'lsa, boshqa narsani ko'rishi mumkin loyihada. Hammani qarashi har xil. To'g'ri. Hammani qarashi har xil. Kimdir o'ziga bog'lash degan narsani ko'rishi mumkin. Muhim emas. Muhimi bizning maqsad, o'zimiz maqsad. Bu yerda monopoliya bir qanaqadir nimadirlar qilish emas. Bu loyihaga ancha pul ketgan, endi buni ayta olmayman. Ancha bu mamlakat veb-sayt ochadigan, ketadigan pul yoki bir qanaqadir telefonda prilojeniyya bor-ku, app yaratish uchun ketadigan pul ketmagan. Ancha ko'proq pul ketgan, ancha mablag' ketgan, ancha odamlar ishladi bu loyihani orqasida. Misol uchun bitta jamoa. Aytolmayman-ku, qancha 8 oy vaqtimiz ketdimi, qancha vaqt ketdi. To'g'ri, uni endi 8 oyda shunchagina narsa qilinibdi, men uni 1 oyda qilaman deyish ham mumkin kimdir. Lekin uni qilib ko'rgan odam biladi. Biz ham shunaqa deb o'ylagan edik, oson. Biz uchun 2 kerak 2 to'r nima 5 ta savol qilish qiyinmi? Unda qilib turib zapiskat qilamiz degan fikr bor edi, lekin o'sha savollarni yaratish o'zi ham oson bo'lmadi. Tushunarli. Endi mana shu GTS platformasi geodezistlarga, o'sha foydalanuvchilarga, ya'ni va o'z-o'zidan bu qurilish tashkilotlariga, ya'ni o'sha geodezistga muhtoj bo'lgan tashkilotlarga qanaqa imkoniyatlar yaratib beradi? Imkoniyatlari o'sha yuqorida aytib o'tganimdek, o'zi kelayotgan geodezistda mana qarang, mana bunaqa narsa bor edi. O'zi kompaniyalarda HR degan xodim bo'ladi. HR degani, ya'ni buni oldin adil kadr deyishardi. O'zi HR bilan adil kadr boshqa narsa o'zi aslida. Endi sal strukturasi boshqacharoq. HR endi nimasi tarmog'i kengroq tushuncha o'zi.
sal boshqacharoq. O'sha HR deylik, tasavvur qiling, Gedizis ishga olish kerak deb yuqoridan buyruq keldi. HR nima qiladi? Yozadi, bizga Gedizis kerak deydi. Mana shuncha tajribaga ega bo'lgan bo'lish kerak deydi va hokazo va hokazo. Lekin uni real HR test qila oladimi? Tor soha bo'lgani uchun, ya'ni uzki soha bo'lgani uchun tushunmaydi u Gedizis yaxshimi, Gedizis yaxshi emasmi? Chunki to'g'ridan to'g'ri bu amaliyot bilan bog'liq bo'lgan ish bo'lgani uchun. Ya'ni shu joyda tashkilotlarga nima plyusi bor? Ya'ni test tayyor, ana so'rovnomadan o'tib testlangan Gedizis boradi ularga. Va yana plyus tomonlarimiz ularni HR, misol uchun agar so'rovnoma suhbat o'tkazmoqchi bo'lsa, faqat soft skill, ya'ni o'zi hard skill va soft skillga bo'linadi, bilim va ko'nikmalar. Bu deylik Gedizdan tushunishimiz bizani bu hard skill bo'lsa, bizani mas'uliyat his qilishimiz, vaqtida kelishimiz, nima deydi, yolg'on gapirmasligimiz, odobimiz, ko'nikmalarimiz, disiplinamiz, hammasi bu soft skillga kiradi. Ya'ni soft skillni testlaydi, HR o'zini usullari bor. Testlab turib ishga qabul qilaveradi, xohlasa. Lekin o'sha hard skillni biz baholab beramiz. Shu asosiy ularga beradigan qiymat shu. Tashkilotlarga ham xuddi shunaqa. Tushunarli. Endi mana shu platformadan foydalanuvchilar masalan mana shu bilim saviyasini, malakasini oshirish uchun yana qanaqa imkoniyatlar beradi bu platforma? Umuman mana shu loyiha o'zini malakasini oshirish uchun ko'p. O'zini malakasini oshirish uchun boya yuqorida aytganimdek testdan o'tdi, misol uchun deylik testdan o'tib bo'ldi, nazariyan o'tdi, amaliy keldi. Ko'pchilikda amaliyot, mana aynan qarang, bitta narsani aytib o'tib ketay. O'zbekistonda xususan talabalarda amaliy bilim yetishmaydi. Amaliyot kamda ularda. Amaliyotda ishlab yurgan geodezistlar, hozir ishlab yurgan geodezistlarni test yechtirsangiz, nazariyasi kam chiqishi mumkin. Tushunasiz? Endi biz nazariy bilim o'rgatmaymiz loyihamiz, chunki ko'zlamaganmiz bu narsani. Asosiy maqsad amaliyotda o'rgatish. Demak, tushunarli. Umuman bu loyiha ish beruvchiga ham, ya'ni ishga kirmoqchi bo'lgan xodimga ham birdek manfaatli hisoblanadi. Umuman olganda endi mana shu loyihani kelajakdagi bir imkoniyatlarini qanaqa baholaysiz? Qanaqa imkoniyatlar yaratib beradi kelajakda mana shu loyiha O'zbekistondagi geodeziya sohasiga? Yangi imkoniyatlar kimga nisbatan? Bu endi geodezistga nisbatan, albatta. O'sha boyaga aytganimdek imkoniyat o'zini ustida ishlay oladi geodezist. Mana bunaqa narsada testdan o'tish hozircha bepul hamma narsa. Biza balki iziga tushib ketsa, keyin pulli qilib qo'ymoqchimiz testdan o'tish. Chunki nimaga bizani ham energiyamiz ketadi bu narsaga, vaqtimiz ketadi. U bir xodimimiz bir kun vaqtini ajratib turib, u insonni testlab turib sertifikat beradi. Sertifikat pulli bo'ladi keyinchalik. Hozir bepul. Endi hali noma'lum emas pulli bo'lib bo'lmasligi. U pul bilan biz bir qanaqadir mablag'ga ega bo'lmaymiz ham, chunki bu loyihaga ketgan pul bilmadim, ana butun geodezistlar topshirsa ham chiqmasligi mumkin puli. U muhim emas u narsa. Lekin tajribadan kelib chiqqan holatda oladigan bo'lsak, ana ko'p joyda tekin narsani qiymati bo'lmaydi-da o'zi odatda. Shunaqa. Eng keyin misol uchun deylik, hozir imkoniyatni aytaman-da, bu yerda ko'pchilik ahamiyat bermaydigan joyini aytaman. O'qish ham pulli bo'ladi. Agar o'qimoqchi bo'lsa, o'sha bizning programmamiz bor edi, testlash bo'yicha. O'sha nivellar o'rgatish, o'zi ruchni hisob-kitob qilish, sedalikni xud qilish, zasichkayu o'rnatish, ana o'tda boshqa programmalar ham bor. Programma 3 ga bo'lib chiqqanmiz. O'rganmoqchi bo'lsa, GNSS uskunalarni alohida o'rgansa bo'ladi. Misol uchun deylik, statika qilishni, kalibrovka qilishni, shunaqa tushunchalar bor. Bir xil geodezistlar endi eshitib turgan bo'lishi ham mumkin bu tushunchalarni. Tushunsa, biz o'zimiz hayron bo'ladigan joyim, biz o'zimiz uskuna sotamiz-da, Ellipse Technology'da. Shu paytgacha 600 ga yaqin GNSS priyomlarga sotgan bo'lsak,
faqatgina bitta ikkita tashkilot qanaqa kalibrovka qiladi deb so'ragan. O'zi vaholanki bilmaydi ham ko'pchilik. Unaqa lokalizatsiya qilmasdan turib ishlash mumkin emas-da o'zi. Shunaqa joylari bor va hokazo va hokazo. Ya'ni mana deylik siz testdan o'tdingiz. Yoki ishga kirmoqchisiz. Siz yaqinda bitirgansiz, bir ikkita joyda operator bo'lib ishlagansiz, tajribangiz o'ziga yarasha. Siz ishga bormoqchisizda, lekin ko'nikmangiz yetishmayapti. U yerda qiladigan ishlarni ob'yomi katta. Sizda bilim yetishmayapti, tabiiy. Bu amaliy bilim yetishmayapti. Lekin imkoniyat bo'lib turibdi sizga. Siz 4 million 5 million olay olardingiz oldingi joyingizda. Hozir sizga imkoniyat tug'ilyapti, vakansiya qo'yilgan 10 millionga oylik beramiz deb turib, 10 millionga vakansiya qo'yilgan, lekin sizda ko'nikma yetishmayapti. Shu ko'nikmani bizdan olsangiz, o'sha bir haftalik programmamiz bor. Shu ko'nikmani bizdan olgandan keyin 10 million oylik olsangiz, 5 million emas. Boring yana mayli, ana balandparvoz gapda eshitilmasin, boring yana 8 million oylik olasiz. Misol uchun deylik. O'qish hali necha pul bo'lishi qisman aniq u. Misol uchun deylik, keling mana 7 million bo'lsin, 6 million bo'lsin. Sizga nahotki arzimaydi bitta o'qishni o'qib, bir haftalik kursdan o'tib, yana qayta test topshirib, testni olib turib, 10 million yoki 8 million oylik beradigan joyda 4 million oylik olib turgan joyingizda ishga kirishlik sizga nahotki qiziq emas o'zingizga. Qiziq bo'larmidi? Shunaqa. Endi loyihamizni kelajagida qiladigan o'ylagan loyihalarimiz ko'p. Ular haqida yana aytib beraman. Endi hozir menga savollar tugab qoldi. Lekin yana bitta shaxsiy savol qiziq paydo bo'ldi-da menda. Mana xo'p, pul to'lab mana shu platformadan o'tdik, test topshirdik, amaliyot topshirdik-da, sertifikat oldik. Xo'p. Endi o'sha sertifikat bizni misol uchun qaysidir tashkilotlarga borib ko'rsatganimizda, misol uchun bu bitta menda emas, hozir bu Geodiz o'z loyihasini ko'rib turgan, mana hammada savol tug'iladi. Ko'rib turgan hamma soha mutaxassislarida savol paydo bo'ladi. Shu sertifikatni olib ishga bordik, ko'rsatdik, mana shunaqa sertifikatim bor. O'shanda misol uchun uni oyligi deb qo'shdim, o'sha 7 million, 8 million bo'lsin. Misol uchun shu sertifikatdan keyin uni oyligi 10 million yoki 15 million bo'ladi. Ya'ni shu sertifikat asosida uni oyligi ko'tariladimi? Qanaqa? Shu jarayon qanaqa? Yo'q, qarang, biz ichki jarayonlarga aralashmaymiz. Ya'ni tashkilot ichki jarayonlarga aralashmaymiz. Tabiiyki, men boshqa savol berasiz deb kutib turdim. U savolni bermadingiz. Ya'ni u sertifikatni kim tan oladi degan savol ham bor-da. Ko'pchilikda unasi tug'ilish tabiiy. Ya'ni yaqinda ham endi mana zapuskat qildik. Hali hech kimga e'lon qilmaganmiz. Bir ikkita tanishlar chiqib shunaqa testlash, anaqa sertifikat bera olasizlarmi deb chiqishdi, beramiz dedim. Shundan savol tug'ildi. Tabiiy hammada tug'iladi. Ya'ni bu sertifikat kimga o'tadi o'zi bu degan savol tug'ilishi mumkin. Hozircha hech kimga o'tmaydi. Lekin biz hozir tashkilotlar bilan o'sha memorandum tuzish jarayonida ketyapti. Ularga tushuntirib, memorandum tashkil qilganimizdan keyin deylik katta tashkilotlar bo'lishi mumkin, kadastr agentligi bo'lishi mumkin, kombinatlar bo'lishi mumkin, NGMK, AGMK yoki bir nima deydi, o'zgarishligiga o'xshagan, balki proyekt institutlar ko'p. Yani har xil tashkilotlar bor, xususiy tashkilotlar ham bor. Hammasi bilan bitta shartnoma qilib, ulardan pul olmaymiz biz. Hech qanaqa pul olmaymiz. Faqat bir narsa kelishuvimiz bo'ladi. Shu sertifikatsiz ishga qabul qilmaysalar. degan kelishuv bo'ladi. Kelishuv bo'ladi va shu kelishuvni qilib sekin-sekin targ'ibot qilmoqchimiz. Maqsad shu. Maqsad shu. Ya'ni majburlash yo'q bu yerda. O'tadi, o'tmaydi degan narsa bitta muhim emas. Muhimi sizga qiymat bera olamanmi? To'g'ri. Tashkilot egasi sifatida, misol uchun deylik, sizni Geodiz kelayotgan vaqtingiz yo'q sizni. Juda ham ko'p qurilish kompaniyalari bor. Hozir aktiv ishlab turgan, deyarli biz bilganimiz, endi oxirgi eshitganim bir 4000-5000 ga yaqin tashkilot bor, aktiv ishlab turgan. Hammasiga tabiiyki Geodiz kerak, to'g'rimi? U sohani tushunmasa ular, qanaqa tezlashni bilmasa, qiziqmi? Qiziq. Endi men sizga aytgan tashkilotlar u katta tashkilotlarni aytdim, davlat tashkilotlari. Ularga balki qiziq emasdir. Biz bilmaymiz. Hozir o'sha
hammasi o'sha muzokara jarayonida ketyapti. Universitetlar bilan memorandum qilyapmiz, ya'ni bitirib chiqqan talabalar testdan o'tib shu test oladi degan ma'noda. Shunga o'xshash loyiha shunaqa, ya'ni bu yerda nima yo'q, sekin-sekinlik bilan shunaqa bo'ladi. Misol uchun IELTS ham o'sha ingliz tilidagi sertifikatsiya tizimi ham katta universitetlarni, Cambridge, Oxfordga o'xshagan universitetlar tan olgandan keyin avtomatik tarzda ommalashib ketib qolganda bu narsa. Shunaqa. Va biz bu loyiha bilan bitta O'zbekistonda emas, chetga ham chiqmoqchimiz. Ancha takomillashtirib, tizimlashtirib bo'lganimizdan keyin maqsad nima? O'sha geodeziya sohasini yanada rivojlantirishmi? O'sha Qirg'izistondagi tanishlarimiz, qardosh deydi-ku endi, o'shalarga taklif qilish, ular o'zida sekin joriy qilsin. Tojikiston, Qozog'iston, Rossiya farqi yo'q, sekin-sekin maqsad ommalashtirish. Ya'ni ularning o'zini konsepsiyasida. Bo'lishi mumkin, qaysidir qonun qoidalar ularda boshqacha bo'lishi mumkin-ku. Shunaqa. Endi kamchiliklari yo'q emas, loyihada kamchiliklar bo'lishi mumkin. Muhimi mohiyat va muhim joyi bu yerda, asosiy joyi bu amaliyot. Ya'ni amaliy testdan o'tkazib berish. Chunki nazariyani zo'r bilishi mumkin kimdir, amaliyotni bilmasa, u sizga ish ham qilib bera olmaydi. Sizni tashkilotingizda instrumentlar bor, lekin uni ishlatadigan odam yo'q. Bizning universitetlarda bu tanqid qilish va boshqa narsa qilish emas, bitirib chiqayotgan talabalar amaliy bilimi juda ham yetarli holatda emas. Hozir mana endi shu muammolar yechilyapti. Universitetlar o'sha deylik politexnika bo'ladimi, arxitekturniy bo'ladimi, milliy universitet bo'ladimi, irrigatsiya bo'ladimi, o'sha qaysida geodeziya bo'limi bo'lsa, ular hozir instrumentlar sotib olib, sekin yaratib, moddiy texnik bazani yaratib turib, sekin-sekin amaliyotni joriy qilishyapti. Yaxshilanib ketadi degan umiddamiz. Tushunarli. Mana shu maroqli suhbat uchun, bugungi bergan ma'lumotlaringiz uchun tashakkur, Sardor. Ushbu loyihaga muvaffaqiyat tilaymiz. Rahmat. Va bizni kuzatib turgan Geodiziz loyihasini kuzatib turgan soha mutaxassislari, umuman barcha mana shu geodeziya sohasini O'zbekistonda rivojlanishiga o'zini hissasini qo'sha olaman degan o'sha soha fidoyilarini biz hamkorlikka chaqiramiz. Mana Sardor Bey bilan bog'lanib, nomerlar, ma'lumotlarni qoldiramiz. Bemalol o'sha quruvchi tashkilotlar bo'ladimi, mana shunday bir o'zini sohasini yetuk mutaxassis bilan boyitaman, yetuk mutaxassis bilan o'sha faoliyatni yana ham rivojlantiraman degan insonlarni, hamkorlarni firmalarni biz hamkorlikka chaqiramiz. Ha, shuni aytib ketaman deb esimdan chiqib ketib qolibdi. Yaxshi aytib ketdingiz. Endi buni necha kishi ko'radi biz bilmaymiz. 1000 kishi ko'rar, 500 kishi ko'rar, lekin mayli, muhimi necha kishida emas. Muhimi sohaga qiziqadigan insonlar oxirigacha ko'radi. Buni videoni oxirigacha ko'rgan insonlar bo'lsa, demak, geodeziyaga qiziqishi bor. Biz hamkorlikka chaqirgan bo'lardikki, bu loyiha bitta bizaniki emas. Biz qanaqadir bir nima emasmiz. Kimda takliflar bo'ladigan bo'lsa yoki bizga savol tuzishda yordam bermoqchi bo'lganlar bo'lsa, talaba bo'ladimi, o'qituvchi bo'ladimi, universitetdagi domla bo'ladimi, tashkilot egalari bo'ladimi, farqi yo'q. Muhim emas. Yordam bermoqchi bo'lganlar bo'lsa, xursand bo'lamiz. Hamkorlikda ishlashga xursand bo'lamiz va umumiy yana bitta nima deydi, murojaatim, kimga qiziq bo'lsa, GTC loyihasi, memorandum kim tuzmoqchi bo'lsa biz bilan, biz ochiqmiz. Biz qancha tez ko'p tashkilotlar bilan memorandum tuzsak, shuncha tez bu tizimni joriy qilamiz. Va sekin-sekinlik bilan shu yaxshilashga harakat qilamiz. Maqsad bu yerda geodezistlarni ezish emas. Ya'ni ularni yomon ko'rganimiz uchun qilganimiz yo'q bu loyihani. Ya'ni teskarisi bu shu geodeziya sohasiga bo'lgan muhabbat, nima deydi, anaqa bo'lgani uchun ham shu loyihani qildik va bu sohaning rivojlanishini xohlaymiz. Va birgalikda ishlaymiz, yaxshilashga harakat qilamiz shu. Ya'ni ishlasin o'zlarining usullarida. Endi aytadi-ku, bizning dinimizda ham bor, ya'ni o'zbek millati qadriyatida ham bor. Bir narsa qilsang, yaxshi qilgan yoki
chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin degan narsa borda. Buni tegini mohiyati bu mutaxassis bo'lish kerak deganida. U knopka bosish, faqat knopka bosishni bilish kerak degani emas. Ya'ni bu keng tushuncha. U sohasini mohiyatini tushunish kerak. Avvalambor. Shu. Rahmat suhbat uchun. Hurmatli Geodiziz.uz loyihasi kuzatuvchilari, bugun mana guvohi bo'lganinglardek ajoyib bir manfaatli suhbatni amalga oshirdik. O'ylaymanki, bunaqa suhbatlarimiz hali yana ko'p bo'ladi. Sizlar bilan keyingi sonlarimizda ko'rishguncha deymiz. Salomat bo'linglar.